Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hal yastawiyan. Bu ikkisini misoli teng bo'lurmi deb nomlanadigan darsimizni bugun 20-si. Bugungi mavzuyimiz mu'min va kofir. Iymon va kufr. Buning o'rtasidagi farq. Iymon va kufr o'rtasida juda ham katta farq bor. Bu ikkisini hargiz tenglashtirib bo'lmaydi. Allohga iymon keltirib mu'min bo'lish va unga kofir bo'lish. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomning umurtqasini siladi va qiyomatgacha keladigan zurriyotlarni undan chiqardi. Va ulardan misoq oldi. Alastu bi robbikum. Axir sizlarni Parvardigoringiz men emasmanmi? Qolu bala. Ruhlar hammasi javob berdi. Ha. Mana shu narsa siz bilan bizdan bo'lgan misoq va va'da hisoblanadi. Ana shu kunda hammamiz iymonni qabul qildik. Hammamiz mu'min bo'ldik. Endi dunyoga kelgandan keyin insonlarni ichida ana shu va'dasida turganlari bor, va'dasini buzib o'zgartirganlar bor. Kim shu va'dasida sobit qolgan bo'lsa, mahkam tutgan bo'lsa, mu'min bo'lib yashapti. Kim o'zgartirgan bo'lsa, kofir bo'libdi, fosiq bo'libdi, munofiq bo'libdi. Qur'on ichida qissalar bor, kofirlarga misollar, mu'minlarga misollar. Namrud, Ibrohim Halilulloh davrida yashab o'tgan kofir podshoh. Namrud kufrga misol. Unga bir yosh yigitni o'tga tashlashgan ekan, kuymabdi degan xabar keldi. Ismi Ibrohim edi, alayhissalom. Uni men oldimga olib kelinglarchi dedi. Olib kelishdi. Unga qarab, "Ey Ibrohim, seni Robbing bormi?" dedi. Ibrohim alayhissalom ha dedi. Robbing qanaqa? Sifatlab ber. Robbim o'ldirib tiriltiradi dedi. Namrud o'zini Xudo deb bilar edi. Atrofidagilarni o'ziga ibodat qilishga buyurar edi. To'xtab tur dedi. Askarlarga aytdiki, qamoqqa borib falonchi-falonchini olib kelinglar. Ikkalasi ham o'limga hukm qilingan kishi edi. Ikkalasini olib kelishdi. Birinchisiga aytdi, "Seni dedi, hayotga qaytardim, ketaver" dedi. Ikkinchisini bo'yniga qilich uringlar dedi. Ibrohim alayhissalom oldi bittasini qo'yib yubordi, bittasini qatl qildi. Ana, men ham o'ldirib tiriltiraman dedi. Ibrohim alayhissalom aytayotgan tiriltirish, o'ldirishlik bu haqiqiy tiriltirishlik edi. Shunda Ibrohim alayhissalom u bilan bahsni cho'zib o'tirmadi-da, albatta meni Robbim kunni mashriqidan chiqaradi. Sen uni mag'ribdan chiqarib berchi dedi. Fa buhaytallazi kafar vallohu la yahdil qawmaz zolimin. Shunda bu inkor qiluvchi dovdirab qoldi. Alloh zolim kimsalarni hidoyat qilmaydi. Namrud kofir edi. Ibrohim alayhissalom musulmon edi. Namrudning oqibati nima bo'ldi? Ibrohim Halilullohning oqibati nima bo'ldi? Bu ikisi teng bo'lmaydi. Ibrohim alayhissalomni Alloh taolo najotga chiqardi. Bu ulug' payg'ambar Falastinga ketdi, shu yerda umrini yashab o'tkazdi. Endi Namrudchi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin Alloh taolo uni shunday xor qildiki, burnidan yoki quloqidan bir pasha kirib ketdi ichiga. Va boshida shunday bir alamni, og'riqni paydo qilar edi. Alam paydo bo'lgan vaqtda uni boshiga oyoq kiyimi bilan urib, ana shu og'riqni ozgina tinchitgan kishi Namrud uchun eng mahbub insonga aylanib qolardi. Alloh shunday xor qildiki, oyoq kiyimi bilan boshiga urilganda huzurlanadigan bo'ldi. Bu kofirning oqibati va Ibrohim alayhisalomning oqibati. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi, birodarlar. Bilol ibn Raboh iymon keltirdi, kaltaylandi, azoblandi. Bularni barini uning sayyidi Umayyad ibn Xalaf qildi. Kun qizigan paytda Makkani tashqarisiga olib chiqardi, urib azoblab, kiyimlarini yechib yerga yotkizib, ustiga katta xarsay toshlarni bostirib qo'yardi. Bilol roziyallohu anhu esa ahadun ahad deyishdan boshqa so'zni aytmas edi. Umayyad ibn Xalaf yuqorida, Bilol ibn Raboh pastda, u azobladi, bu azoblandi, yillar o'tdi. Musulmonlar bilan mushriklar o'rtasidagi birinchi g'azot, Badr g'azoti bo'ldi. Umayyad ibn Xalaf yer tishladi. Bilol ibn Raboh ham uzoq umr ko'rdi, birodarlar. Bu kishi islomdagi birinchi muazzinlik sharafiga yetdi. Ibodat va hurmat degan ne'matning ichida yashab o'tdi. Dunyodan chiqib ketar ekan, dunyodan ketish arafasida turar ekan, ayoli oldida o'tirib yig'lar edi. Qanday musibat, qanday qayg'u. Bilol roziyallohu anhu esa naqadar katta xursandchilik, naqadar katta quvonch der edi. Nimaga quvonch deysiz, hozir o'lasiz desa, ertaga mahbublar oldiga boramiz.
ertaga Muhammad Rasululloh va ashablarining oldiga boramiz dedi. Umayyah ibn Halaf ham o'ldi, Bilol ibn Raboh ham o'ldi. Ikkisining oqibati bir xil bo'ldimi? Shuning uchun hozirgi kunda musulmonlarni xorlayotgan, musulmonlarni qonun oqizayotgan, musulmonlarni har xil tuhmatlar bilan ayblayotganlar, ular ham o'ladi. Lekin oqibat bir xil bo'lmaydi. Allohu valiyul ladina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan-nur wal-ladina kafaru awliya'uhumut-taghut yukhrijunahum minan-nur ila-z-zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Alloh mu'minlarning do'stidir. Alloh do'stingiz bo'lsa, nimani yutkazasiz? Alloh sizga dushman bo'lsa, nima bor qo'lingizda? Alloh mu'minlarning do'stidir. Ularni qorong'u zulmatlardan yorug'lik nurga chiqaradi. Birodarlar, iymon nur, kufr bu zulmat. Kofirlarning do'stlari esa shaytonlardir. Ular kofirlarni yorug'lik nurdan qorong'u zulmatlarga chiqaradilar. Ana o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar. Musulmon oilasida tug'ilib, musulmonlar orasida yashab, 3-4 chaqa uchun har xil oqimlarga, har xil firqalarga qo'shilib ketayotganlar bor. Juda chiroyli hilalar bilan, juda chiroyli vechirinkalar, kafelar, choy ichishlar, choy pityalar bilan oldab, avrab, qo'llarga pul berib diniylardan chiqarib yuboradi. Juda ehtiyot bo'linglar. Studentlar ayniqsa. Uni aldashning yo'li pul. Uni aldashning yo'li internet. Uni aldashning yo'li kechada katta ishlarga kirgizamiz seni deb turib, olib chiqib ketib qoladi. Shu farzandlarini g'ayridin yurtlarga jo'natgan student qilib, otalar juda ham hushyor bo'linglar. O'zimizni yurtimizda turib dinini almashtirib o'rayotganlar ko'payib ketdi. Endi boshqa yurtga borgandan keyin Alloh saqlasin. Iymon nur, kufr esa zulmatdir. Qalbi iymon bilan to'lgan kishi va qalbida kufr bo'lgan kishi, bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Qalbida iymon to'lgan kishi hayotda qanaqa bo'lsa ham hayotdan rozi bo'laveradi. Hayoti saodatli bo'laveradi. Ammo qalbida kufr bo'lgan inson to'riyog'i taxt bo'lgan chog'ida ham hayotdan hech qachon rozi bo'lmaydi. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Qur'ondagi qissalardan Ashobul Uxdud, chuqur egalari. Bu qissa hammamizga ma'lum birodarlar. Qissaning avvalida bir yosh yigit bor edi, iymon keltirdi. Uning iymoni odamlar o'rtasida tarqadi. Bu yigitni podshoh o'zi uchun kelajakda sehrgar bo'lsin deb qari sehrgarga shogird qilib qo'yib bergan edi. Ammo bu kishi iymon keltirdi. Bu yigit. Zolim podshoh uni bilib qoldi, unga iymon o'rgatgan rohibni qatl qildi va yigitni ham qatl qilishlikka juda ko'p urindi. Dengizga borib cho'ktirmoqchi bo'ldi, bo'lmadi. Toqqa borib tashlab yubormoqchi bo'ldi, bo'lmadi. Alloh saqlaverdi. Podshoh qo'rqdi. Chunki odamlar unga ibodat qilishlikni qo'yib, bu yigitni Robbisiga ibodat qilishligidan xavotir oldi. Podshohning atrofidagi hammasi kofir edi. Endi qalbi iymon bilan to'lgan bu yigit o'zini qurbon qilib bo'lsa ham odamlarga haqiqatni bildirishlikni xohladi. Podshohga aytdi: "Meni o'ldira olmaysan" dedi. "Agar o'ldirmoqchi bo'lsang, daraxtga osib qo'y o'zimni. O'zimni kamonimga o'qni solib turib, Bismillahi robbil g'ulam. Bu yigitni Robbisining nomi bilan deb ot" dedi. Butun havo to'plandi. Podshoh shunday qildi. Bismillahi robbil g'ulam deb otdi, hali yigitni qatl qildi. Allohning dinini yetkazishi yo'lida shahid bo'ldi. Odamlarga haqiqatni ko'rsatishni xohladi. Mana qalbida iymoni bor odam qanday bo'ladi? Faqat o'zini o'ylamayapti, bo'ldi iymon keltirib menga bo'ldi yetadi emas. Boshqalarga ham iylanyapti. Yigit shuni xohlagan edi, maqsadiga yetdi. Odamlar podshohni qo'yib, yigitni Robbisiga iymon keltirdi. Endi bu zolim podshoh nima qildi? Katta chuqurlarni kavlatdi, ichiga o'tinlarni to'ldirdi, juda ham katta alangani yoqdi. Va iymon keltirganlarga shartni qo'ydi. Yo diningdan qaytasan, yo chuqurga tashlanasan. Insonning qalbiga iymon halovati kelgandan keyin uni hech narsa qaytara olmaydi bu yo'ldan. Haqni tanigandan keyin, zulmatdan nurga qaytgandan keyin hech kim uni majbur qila olmaydi. Qaytmadi bitta ham odam. Hammasini chuqurga tashladi. Ular ham o'ldi. Bu chuqur egasi bo'lgan podshoh ham o'ldi. Bularning oqibati bir xil bo'ladimi? Firavun: "Ana robbukumul a'la", men sizlarning eng oliy robbilarman degan edi. Banu Isroilni xor qilgan edi. Erkaklarni so'ygan edi, ayollarni tirik qoldirgan edi, yosh bolalarni ham go'daklarni so'ygan edi. Fa akhadnahu va junudahu fanabaznahum fil yam
va huwa mulim. Alloh nima qildi buni? Uni o'zini ham, qo'shinini ham olib dengizga cho'ktirdik. Endi Banu Isroil iymon keltirgan Banu Isroil Musa alayhisalom bilan dengizdan chiqib ketib, Fir'avnning suvga cho'kayotganligini ko'rib turishdi. Necha yil xor qilgan edi. Necha yil azoblagan edi. Mana endi suv tagiga kirib ketyapti. Mana endi cho'kayapti hammasi. Qo'lida nima bor? Hech narsa yo'q. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Chuqur egalaridan nima uchun bunday bir qasos olishdi? Chuqur egalarini nima uchun bunday azoblashdi? Chunki ular Azizul Hamid bo'lgan Allohga iymon keltirishgan edi. Mol mulkiga tajovuz qilmagan edi, uni saltanatdan tortib olamiz demagan edi. Iymon keltirganligi uchun mana shunday azobga duchor bo'lishdi. Kofirlar dunyoda mu'minlarni qatl qilishi mumkin, qamashi mumkin, azoblashi mumkin. Ammo iymon o'zini sohibini sobit qiladi. Azoblaganlar ham o'ladi, azoblanganlar ham o'ladi. Oqibat bir xil bo'ladimi? Badr g'azoti. Arablarning odatiga ko'ra jang boshlanishidan avval ikkala qo'shindan o'rtaga pahlavonlar chiqadi, muboraza qilishlik uchun, yakkama-yakka olishlik uchun. Mushriklarni ulug'laridan, sayyidlaridan bo'lgan 3 ta kishi, Utba ibn Robiya, Shayba ibn Robiya, Valid ibn Utba, uchalasi o'rtaga chiqishdi, musulmonlardan muboraza talab qilishdi. Ya'ni shunday bir bahodirlar bo'lsa chiqsin. Musulmonlardan Hamza ibn Abdul Muttolib, Ali ibn Abi Talib va Ubayd ibn Xorislar chiqishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qarindoshlari. Jang bo'ldi. Mana ikki toifa turibdi. Ikkita odam turibdi, bir-biri bilan qilich ko'tarib urushgan. Hamza bilan Ali roziyallohu anhuma o'zini raqiblarini bir pasda ishini bitirishdi. Yetishdi. Endi Ubayda bilan Shayba esa bir-biriga ikkalasi zarba berdi, ikkalasi ham yiqilib tushdi, lekin ikkalasi ham tirik. U ana shu janglarning qoidasiga ko'ra Hamza bilan Ali roziyallohu anhuma borib, uni ishini bitirishdi-da, musulmonlardan ikkitasi tirik qaytdi, bittasi jarohatlandi. Ana shu muboraza haqida Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qildi. Hadani khasmani ikhtasamu fi robbihim fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabu min fawqi ru'usihimul hamid. Mana endi ana shu kofirlar tomonidan chiqib yakkama-yakka olishaman deganlarning oqibati nima bo'lganligini Alloh taolo Qur'onda bayon qilyapti. Mana shu ikki g'anim, ikki dushman Parvardigorlarining haq dini xususida talashdilar. Ba'zi kofir bo'lgan kimsalar uchun o'tdan bo'lgan kiyimlar bichildi. Endi ularning boshlaridan qaynoq suvlar quyulur. Endi orqaga qayta oladimi? Endi orqaga qayta oladimi? Badr g'azoti tugaganidan keyin ana shu mushriklarni kattalarini bir chuqurga olib borib tashlashdi o'ligini. So'ngra payg'ambarimiz mana shu qalibning ustida, chuqurning ustida turib, ya Amr ibn Hisham, ya Utba ibn Robiya, ya Shayba ibn Robiya bittadan atini aytib turib, hal vajattum ma wa'adakum robbukum haqqo. O'liklarga gapiryapti. Robbilar va'da qilgan narsani haqligini ko'rdinglarmi? Ya'ni sizlarda butlaringlar, o'limdan keyin hayot yo'q, o'lgandan keyin yo'qib ketamiz deb ishontiradigan butlaringlarni gap rost ekanmi dedi. Fa inni qad wajadtu ma wa'adani robbi haqqo. Albatta men Robbimning menga bergan va'dasi haqligan ekanligini ko'rdim dedi. Shunda Umar ibn Xattob, "Ya Rasululloh, ona o'lib chirib sasib ketganiga gapiryapsizmi?" deganida payg'ambarimiz aytdilar: "Ey Umar, ular sendan ko'ra meni yaxshiroq eshitishyapti hozir" dedilar. Mana endi ko'zi ochildi ularda. Kufrda ekanligi, nohaq ekanligi ma'lum bo'ldi. Endi foydasi bormi bu ilmning ularga? Qiyomat kunida birodarlar, kofir bilan mo'min o'rtasida farq bo'ladi. Qiyomat kunida hech kim bir-birini yonini olmaydi. Faqat mo'minlar o'zining mo'min birodarlarini eslaydi va Alloh taolodan shafaat qilishini so'raydi. Alloh taolo aytadi: "Boringlar. Jahannamga boringlar, qalbida hardal urug'ichalik iymoni bor odam bo'lsa jannatga chiqaringlar" deydi. Ya'ni iymoni bor odam, modomiki dunyodan kofir bo'lib o'tmabdimi? Iymon bilan o'tibdimi? Gunoh ko'pligidan do'zaxga tushibdi, jannatga kira olmabdi. Bir kun keladi, bir kun albatta keladi, do'zaxdan chiqadi. Bir kun albatta jannatga kiradi. Muborak bo'lsin shu iymon, birodarlar. Akamizdir, ukamizdir ibodatdan uzoq. Akamizdir, ukamizdir roza tutmayotgan, noumid bo'lmaylik. Kalima keltirgan musulmonmi? Jannatda joy bor ularga, inshaalloh.
Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Kim xotirjam yashaydi shu hayotda bilasizlarmi? Mo'min odam. Mo'min odam. Har qancha mashaqqat bo'lsin, har qancha qiyinchilik bo'lsin, o'tib ketadi bu deydi. Har qancha mashaqqat bo'lmasin, sinov deydi. Ozgina sabr qilsam Robbim huzuriga boraman deydi. Faqat mo'min xotirjam yashaydi. 12da qiyomat bo'lar ekan desa, ham xotirjam yashaydi u. Rasa kuldiga, qaranglar, 16-yilmi hozir? 4 yil bo'ldi-da shunga. Tomosha bo'ldimi dunyo? Rasa pul qiladiganlar pul qildi-da, sham sotdi, gut. Men hayron qolaman. Qiyomat bo'lsa shamni, qiyomat bo'lsa boshing ko'rasan o'sha shamda. Bunkerlardan pulga yer sotishib oldilar puldor odamlar. Kim xotirjam yashar ekan? Mo'min odam. Alloh taolo aytadi, iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm, ya'ni shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar xotirjam bo'lgushidirlar va o'shalar hidoyat topgushidirlar. Faqat mo'min odamning hayoti xotirjamlikda o'tadi. Bir kechilib ketadi problema. Qazlar ham uzilib ketadi deydi. Ishlaring ham yurishib ketadi bolam deydi. Yaxshi bo'lib ketasan deydi. Shifo topasan albatta deydi. Biz sababini qilyapman. U bering deydi. Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Agar men betob bo'lib, bemor bo'lsam, Robbim menga shifo beradi. Alloh taolo Qur'onda ikkita aka-ukani qissasini keltiradi. Biri mo'min, biri kofir. Bu aka-uka otasidan katta merosga ega bo'ldi. Katta pul qoldi. Ulardan bittasi mo'min edi, o'ziga kerakini olib qoldi, qolganini kambag'al bechora miskinlarga tarqatdi. Ammo kofir esa pulni hammasini olib qoldi, sarflamadi, bog' qildi. Juda ham katta bog' qildi, meva-chevaga kirdi, daryo yonida suv, meva-cheva to'kin sochin zo'r bo'lib ketdi. Mana endi qarab turinglar. Hozirlar berib qo'yish savolni, qani ular hozir? Yo'q. Lekin qana qilib ketdi dunyodan ikkalasi? Oqibati bir xil bo'ldimi? Wadrib lahum masalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab va hafafnahuma bi nakhl va ja'alna baynahuma zar'a. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kofirlarga ikki kishi haqidagi masalni keltiring. Ulardan biri uchun ikki uzumzor bog' qilib, u ikkisini xurmozor bilan o'ragan va o'rtalarini ekinzor qilgan edik. Uzumzor bog', atrofida xurmolar, o'rtasida ekin, ikki chekkasida suv. Bu dunyo hayotining ne'matlari edi. Mo'min ularning ichidagi mo'mini kofirga kelib nasihat qildi. Kofir nima dedi? Va dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Va kofirlik bilan o'ziga zulm qilgan holda bog'iga kirar ekan aytdi. Bu bog', bu meni moli davlatim hech qachon yo'q bo'lmaydi. Va qiyomat ham qoyim bo'lmaydi deb o'ylayman. Qasam, agar Parvardigorimga qaytarilsam, ya'ni mabodo qiyomat bo'lib qolsa ham, albatta bundan ham yaxshiroq oqibat, baxtni topirman dedi. Kufr, nonko'rlik. Endi mo'min inisi nima deb javob berdi? Qala lahu sohibuhu. Birodari unga xitob qilib dedi: "Sen o'zingni asli nasling bo'lmish odamni tuproqdan, so'ng nutfa, bir tomchi suvdan yaratib, so'ngra uni inson qilib rostlagan zot Allohga kofir bo'ldingmi? Dunyoga ishondingmi? Shoyat Parvardigorim menga sening bog'ingdan yaxshiroq bir bog' ato etsa, seni bog'ingga esa osmondan chaqmoqlar yuborur, bas u sip-siliq yerga aylanib qolur. Yoki uni suvi yerga singib ketib, sen uni istab ham topa olmay qolursan." Bittasi puliga ishondi, kofir bo'ldi, bittasi Robbisiga ishondi. To'satdan shamol esdi. Shamol qattiq bo'ldi. To'satdan chaqmoq urdi. To'satdan havo o'zgardi. Ko'zini oldida faxrlanib turgan bog'i yo'q bo'ldi qoldi. Yo'q bo'lganda ko'z ochiladi, lekin bu ko'z ochilishining foydasi yo'q. Yo'q bo'ldi bog'i. Vahita bi tamrihi fa asbaha yuqallibu kaffay. Dar haqiqat uning meva bog'i halok qilindi. O'zi esa huvillab qolgan ishkomlarni ko'rib va ularga sarflagan narsalarni o'ylab, chappek chalganicha afsus nadomat chekib, qani endi men ham Parvardigorimga hech kimni sherik qilmaganimda deb qolaverdi.
Mana birodarlar, mo'min bilan kofirning oqibati. U ham ketdi, bu ham ketdi. Walam takun lahu fiyatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Alloh taolo xulosalayapti bu qissani. Shuningdek, uning uchun Allohdan o'zga na bir yordam beradigan jamoat bo'ldi va na o'ziga yordam bera oluvchilardan bo'ldi. Birodarlar, mo'min bilan kofir ularning shu dunyoda hayot kechirishligi ham bir xil bo'lmaydi, oqibati ham hech qachon barobar bo'lmaydi. Chuqurni kavlab musulmonlarni tashlagan ana shu kofir podshoh ham, chuqurga tashlangan o'sha mo'minlar ham, Qobil bilan Hobil ham, Ibrohim alayhisalom bilan Namrud ham, Musa alayhisalom bilan Firavun ham, Bilol bilan Umayya ham, Hamza bilan Abu Lahab ham hammasi ketishdi. Abu Jahl ham ketdi, Yosirning oilasi ham ketdi. Hammasi ketdi. Iymon egalari ham vafot etdi, kofirlar ham. Lekin bularning oqibati bir xil bo'ladimi? Ha, mo'min odam ustidan kulishadi. Mo'minlarning ustiga tuhmat qilib masxara qilishadi. Musulmonligingizni aytib, sizdan bir kuladi. Alloh taolo aytadi: "Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun." Darvoqe jinoyatkor, kofir kimsalar iymon keltirgan zotlardan masxara qilib kulguvchi bo'ldilar. Bu dunyoda kofirlar mo'minlar ustidan albatta kuladi. Va idza marra bihim yataghamazun. Iymon keltirganlardan oldin o'tib olsa, masxaralashadi. Kufr ahli iymon ahli ustidan kuladi dunyoda. Endi qiyomatda holat o'zgaradi. Falyawmal ladina amanu minal kuffar yadhakun alal aroiki yanzurun. Endi bu qiyomat kunida esa iymon keltirgan zotlar kofirlardan kulurlar. Alal aroiki yanzurun. Ular jannatdagi so'rilarda kofirlarning azoblanishiga boqib o'tirib kulurlar. Alloh taolaning shu yerda kuladiganlardan qilsin. Birodarlar, iymon bilan kufr, mo'min bilan kofir, bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Siz bilan bizga iymon degan ne'matini berdi. Bu bilan ikki dunyoda saodatli bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.